Assalomu alaykum qadrli hamkasblar, bo'lajak shifokorlar, tibbiyot talabalari, kanalimiz foydalanuvchilari va kanalimiz mehmonlari barchalaringizga assalomu alaykum. Mana bu videoda aytilgan izohlarida aytilgan to'g'rirog'i taklif qilingan mavzu yomon sifatli gipotermiya haqida bugun suhbatlashib o'tishga harakat qilamiz. Qisqagina tushuntirib va muhokama qilib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi mavzu bu juda ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Tasavvur qilinglar, operatsiya ketyapti, hammasi yaxshi, ko'ngildagidek, siz narkoz bergansiz, narkoz anesteziya ko'ngildagidek ketyapti, hamma narsadan ko'nglingiz tinch, jarroh o'zi ishi bilan band, hamma narsa nazorat ostida, lekin to'satdan monitoring ekraniga ko'zingiz tushgan paytda kapnografiyada nafas chiqarish oxiridagi karbonat angidrid ko'rsatkichi hech bir sababsiz keskin ko'tarilishni boshlaydi. Apparat parametrlari joyida, minutlik ventilyatsiyani oshirasiz, foydasi yo'q. Karbonat angidrid miqdori yuqoriga qarab ketyapti. Ketidan bemorning yurak urishi tezlashadi, jag' mushaklari, masseter mushaklari qattiqlashadi. Hamda eng dahshatlisi, tana haroratini daqiqasiga 1-2 darajadan ko'tarilib borishi kuzatiladi. Bu hattoki 41-42 darajagacha yetishi mumkin. Nima bo'lyapti? Bu biz bilan bog'liq holatmi? Biz bilan bog'liq holat emas, lekin siz bilan biz bilishimiz shart bo'lgan holat. Bu eng dahshatli va kutilmagan farmakogenetik krizis. Bu anesteziologiya va reanimatolog amaliyotida uchrashi mumkin bo'lgan eng qo'rqinchli holatlardan biri. Bu yomon sifatli gipotermiya. Bu vaziyatda shifokorni o'ylashga, adabiyotlarni titkilashga, mana bu videoni ko'rib chiqishga vaqti bo'lmasligi mumkin. Soniyalar hal qiladigan rol o'ynaydi. Tezkorlik bilan harakat qilish kerak. Mana shu uchun biz bugun siz bilan patofiziologiyadan tortib protokollarni yengilgina tahlil qilib o'tishga harakat qilamiz. Va buni keyinchalik o'zingiz qayta yana bir ko'rib chiqasiz, kitoblarni titkilaysiz va bu bilimlarimizni mustahkamlashga harakat qilamiz. Choylarimizni, qahvalarimizni olib, demak videoni davomini tinglashni boshlaymiz. Xo'p. Yomon sifatli gipotermiya bu autosomal dominant usulda nasldan naslga o'tadigan farmakogenetik kasallik hisoblanadi. Bu ya'ni insonning kundalik hayotda mutlaqo sog'lom, ammo ma'lum dorilargagina yuzaga keladigan o'sha ma'lum dorilar nima deydi, iste'mol qilinganda yoki organizmga kiritilgan holatda, boshqacha qilib aytganda, organizmda yuzaga keladigan juda ham xavfli jarayonni boshlanishi bilan farqlanib turadi boshqa kasalliklardan. Oddiy tilda tushuntiraman. Mushaklarda kalsiy zaxirasi bor va bu kalsiy zaxirasi sarkoplazmatik retikulum degan joyda joylashgan bo'ladi. Sarkoplazmatik retikulumda uni boshqaruvchi darvoza bu rionazin retseptorlari, birinchi raqamli rionazin retseptorlari hisoblanadi va mana retseptorlarning geni mutatsiyaga uchragan bo'ladi. Mana shu gen mutatsiyaga uchramagan holda umuman rionazin retseptorlari nima vazifani bajaradi? O'sha sarkoplazmatik retikulumda darvozaga qarovul vazifasini bajaradi. Kirayotgan, chiqayotgan kalsiyni nazoratini qiladi. Va mana shu mutatsiya geni bor bo'lgan odamlarda operatsiya zalida biz kiritgan triggerlar, ya'ni bu ikki xil triggerlar bor deb qaraladi hozirgi kunda. Bu barcha turdagi ingalyatsion anestetiklar, bu sevofluran, izofluran, desfluran
kabilar har qanday biri bo'lishi mumkin va depolarizatsiyalovchi miya-relaksantlar. Depolarizatsiyalovchi miya-relaksantlar bu suksinilxolin, ya'ni biz keng ishlatadigan, sevib ishlatadigan, aynan o'sha intubatsiya vaqtida yoki kirish narkozi vaqtida yaxshi ko'rib ishlatadigan miya relaksantlardan hisoblangan suksinilxolin yoki ditilin vositasi, dori vositasi hisoblanadi. Mana shularga nisbatan organizmda sezgirlik juda baland bo'ladi. Va bular yuborilgan paytda o'sha darvoza qulflanmay qoladi. Nima uchun? Chunki darvozaning qarovuli yo'q. Va natijada hujayraga kalsiy tinimsiz oqib kirishni boshlaydi. Kalsiy tinimsiz oqib kirgandan keyin mushaklarda qisqaruvchanlik oshib ketadi. ATF energiyasi ko'p sarflanadi, o'ta ko'p sarflanadi hamda ekstremal darajada issiqlik va karbonat angidrid ajralishni boshlaydi. Nima uchun? Bu gipermetabolik sindrom. Metabolizm tezlashib ketganda bilasizlar, issiqlik va karbonat angidrid o'zidan ajratadi. Hujayralar parchalanib, qonga mioglobin va kaliy quyiladi. Statistika bo'yicha bu kasallik har 850 ming kishida bu gen mutatsiyasi uchraydi. 100 ming kishida 0.8, 3.9, har 100 mingta operatsiyada 0.8, 3.9 oralig'ida kasallarda yomon sifatli gipertermiya kuzatilishi mumkin. Ya'ni juda kam uchraydigan kasallik, lekin juda xavfli kasallik. Xo'p, endi nima qilamiz? Klinikada nimalarga e'tibor beramiz va qanday qilib bu vaziyatni aniqlaymiz? Birinchi navbatda bu yuqorida aytib o'tdik videoni boshlanishida entidal karbon dioksid, ya'ni nafas chiqarish oxiridagi karbon dioksidni, karbonat angidridni kapnografiyada ko'tarilib ketishi. Bu holat tushunarsiz ravishda, hech narsaga bog'liq bo'lmagan ravishda ko'tarilib ketishni boshlaydi. Va hattoki biz o'pka ventilyatsiyasini yaxshilash uchun, parametrlarni yaxshilash uchun harakat qilishni boshlasak ham, 100% kislorod bilan nafas berishni boshlasak ham foydasi yo'q bo'ladi bu yerda hech qanday va karbon dioksidning miqdori oshib boraveradi. Ikkinchisi bu masseter spazmi, ya'ni jag' mushaklarini, chaynov mushaklarini spazmi, kuchli spazmi hisoblanadi. Masalan, biz kirish narkoziga agar masalan sevofluran bilan kirish narkozini bemorni uxlatib ditilin yuborib, undan keyin intubatsiya qilmoqchi bo'lib turgan bo'lsak, ditilin yuborganimizdan keyin masseter mushaklari bo'shashmaydi va intubatsiya qilolmay qolishi mumkin. Bu albatta juda ham xavfli holat bo'ladi va bu masseter mushaklarining spazmi yana bitta belgi hisoblanadi. Va taxikardiya va gipoksiya. Harorat ko'pincha kechki belgi sifatida namoyon bo'ladi. Birinchi taxikardiya va gipoksiya belgilari ko'proq, giperkapniya, gipoksiya belgilari ko'proq oldinroq namoyon bo'ladi va keyinchalik temperatura ko'tarilib keladi. Tana harorati ko'tarilib keladi. Biz masalan o'sha karbon dioksidni miqdori va masseter mushaklarining spazmi, gipoksiya hamda taxikardiyaga qarab turib tana harorati normada ekanligini ko'rib xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Bu yuqorida aytib o'tilganlarimiz bu gipertermiya boshlanayotganligining belgisi hisoblanadi. Va mana shu holat boshlangandan keyin tana harorati ko'tarilish boshlangandan keyin har 1 daqiqasiga 1-2 gradusgacha tana harorati oshib borishi mumkin. Xo'sh, katastrofa boshlandi, ya'ni krizis boshlandi. Biz nima qilishimiz kerak? Vaqt ketdi. Kurash vaqti boshlandi. Demak, birinchi navbatda yordam chaqirish kerak. Bitta anesteziolog tomonidan bajarib bo'ladigan holat emas bu. Va vaporizatorlarni, bug'lantirgichlarni, ingalyatsion anestetiklarni bug'lantirgichlarini o'chirish kerak va apparatdan yechib olish kerak imkoni bo'lsa va 100% kislorod bilan giperventilyatsiyani boshlash kerak. 10 litr taqsim minut hajmda giperventilyatsiya boshlash kerak hamda anesteziya borishini o'zgartirish kerak. Ya'ni ingalyatsion anesteziyada emas,
TIVA, ya'ni total intravenöz anesteziya propofol bilan masalan anesteziyani borishini davom ettirish kerak, xirurgga aytish kerak, tezroq operatsiyani tugatish. Xo'p, bu yerda muhim nuqta bor. O'sha anesteziya apparatini, narkoz apparatini shlanglari, konturlari o'ziga gubkaga o'xshab gazlarni singdirib olgan bo'ladi, biriktirib olgan bo'ladi. Va shuning uchun ham inspirator hamda ekspirator shlanglarga, ya'ni kelayotgan nafas bemorga, nafas kelayotgan va bemordan nafas ketayotgan shlanglarga aktivlangan ko'mir filtrlarni o'rnatish kerak va bu gaz molekullalarini yutish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun gazni tozalab beradi va u 90 soniyada o'sha apparat konturlarini neytrallab berish xususiyatiga ega, qudratiga ega. Agar filtr bo'lmasa, shlanglar to'plam va soda laymni yangisiga almashtirish kerak, konturlarni tezlik bilan almashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam bu antidot dozasi. Protokol bo'yicha antidot yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu antidot nima antidot? Antidot dantrolen. Dantrolen degan antidoti bor. Bu dori preparati 2-3 mg taqsim kilogramm vena ichiga yuboriladi. Effekt bermaganda har 5-10 daqiqada 1 mg kilogramm dozada maqsadga yetguncha, ya'ni intidal karbon dioksidni miqdori va harorat normallashguncha organizmga kiritib turish kerak, vena ichiga kiritib turish kerak bo'ladi. Har bir 20 mg flakon 60 ml steril erituvchida eritish juda qiyin eritiladi va eritish juda qiyin bo'lganligi uchun bitta xodimni degan protokolda ham shunday aytib qo'ygan, bitta xodimni shunga biriktiring. 60 ml o'sha erituvchiga eritishni 5 daqiqa davomida chaqirib turish kerak uni eritish uchun. Lekin bitta muammo bor, juda ham jiddiy muammo. Bu eng og'riqli muammo. O'zbekistonda dantrolen preparati yo'q. Bu haqiqat. Dantrolen mamlakatimiz shifoxonalarida ro'yxatdan o'tmagan va zaxirada deyarli mavjud emas. Qayerdadir kimdir ko'rgan bo'lsa menga kommentariyalarda yozishi mumkin. Shaxsan men o'zim dantrolen preparatini ko'rmaganman va ko'rgan odamni ham ko'rmaganman. Endi rasmlardan tashqari. Xo'p, endi bu dantrolen qo'limizda yo'q. Bu qanday jarayon? Bu xuddi jangga qurolsiz kirishdek gap. O'sha qo'limizda dantrolen yo'q bo'lgan sharoitda bemorni bu ahvoldan qanday olib chiqishimiz mumkin? Xo'sh, dantrolen yo'q sharoitda bemor bu jarayonga kirdi va uni qanday qilib o'limdan olib qolamiz? Qanday qilib o'limdan olib qolamiz? Bu faqat agressiv simptomatik terapiya. Ekstremal sovutish, bu tomir ichiga zudlik bilan 4% sovuq natr xlorid eritmasi bilan boshlanadi. Qo'ltiq, chov sohalariga, bo'yin sohalariga muz qoplarini qo'yamiz va harorat 38,5 darajaga tushguncha sovutishni to'xtatamiz. Aks holda o'sha harorat markazini buzilishi hisobiga bemorda gipotermiya boshlanib qolishi mumkin. Va atsidoz va kaliyga qarshi kurash. Giperkalemiya bo'ladi bemorda. Giperkalemiya sababli yurak to'xtab qolmasligi uchun zudlik bilan glyukoza va insulin eritmasi yuboriladi. Og'ir atsidozni korreksiya qilish uchun esa 7.2 pH 7.2 va undan past bo'lgan holatlarda natriy bikarbonat eritmalarini kiritishni boshlaymiz. O'tkir buyrak yetishmovchiligi profilaktikasini amalga oshiramiz. Nima uchun? Chunki bu jarayonda muskullar parchalanishi natijasida siydik rangi o'zgaradi hamda miyoglobinuriya boshlanadi. Miyoglobinlar buyrak kanalchalariga tiqilib qolishi natijasida o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Bu uchun bizda majburiy
farsirlangan diurez o'tkazishimiz kerak bo'ladi. 2-3 ml kilogramm soat tezlikda hamda siydikdagi pH ko'rsatkichini 7 dan yuqori darajada, ya'ni ishqoriy muhitda ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz furosemid preparatini qo'llaymiz. Va eng muhimi, aritmiya holatlari kuzatiladigan bo'lsa, kalsiy kanal blokatorlarini mutlaqo berish mumkin emas. Verapamil, diltiazem kabilar mutlaqo berilmaydi. Ular dantrolen qoldiqlarini hamda qonda o'sha kelayotgan kalsiy bo'roni bilan birgalikda ular juda ham chalkash jarayonga olib keladi hamda miokardni to'xtashiga, ya'ni yurakning to'xtashiga olib keladi. Eng asosiy qurolimiz, biz mana shunaqa dantrolen yo'q sharoitlarda eng asosiy qurolimiz bu profilaktika hisoblanadi. Mana shu holat kuzatilishi mumkin bo'lgan bemorlarni operatsion blokka, operatsiya stoliga yotqizmaslik yoki triggerlarsiz operatsiya anesteziyani o'tkazish. Bemorda ota-onasidan, aka-ukalarida muqaddam narkoz olganda qanaqadir asorat kuzatilganmi, isitmasi ko'tarilib ketganmi, narkoz paytida tushunarsiz holatda o'lim holatlari kuzatilganmi, yo'qmi? Mana shularni anamnezda so'rab surishtirish kerak bo'ladi. Minimal shubha tug'ilsa ham sevofluran va umuman ingalyatsion anestetiklar hamda ditilinni, suksilxolinni ishlatishimiz kerak emas bu jarayonda. Operatsiyada faqat va faqat operatsiya qilishga to'g'ri keladigan bo'lsa, faqat va faqat yoki regional anesteziya, umuman mahalliy anesteziya, spinal epidural regional anesteziya turlarini yoki propofol asosida TIVA, total intravenöz anesteziyani tanlashimiz mumkin bo'ladi. Bu bemor hayotini saqlashni yagona kafolati hisoblanadi. Mana shu jadvalda ko'rsatilayotgan dori preparatlari yashil bilan belgilanganlar mumkin, qizil bilan belgilanganlar mumkin bo'lmagan preparatlar, mana shu triggerlar hisoblanadi. Bu anamnezli bemorlar uchun. Xo'p, xulosa qilib aytganda, hurmatli hamkasblar, kanalimiz kuzatuvchilari, videoni tasodifan ko'rayotganlar, barchalaringizga ushbu videoni ko'rganlaringiz uchun rahmat. Umuman olganda bu malignant gipertermiya yoki yomon sifatli gipertermiya kam uchraydigan asorat hisoblanadi, lekin duch kelganda biz tayyor turishimiz shart. Chunki bizning hushyorligimiz bemor uchun hayot va o'lim o'rtasidagi yagona qalqon bo'ladi, xolos. Shu o'rinda mutasaddilarni ham e'tiborni qaratishimiz kerak bo'lgan bir jihat bor. Bu dantrolen O'zbekistonda yo'q. Bu sindrom kam uchraydi. Lekin uchrasa bemorni yashab qolish imkoniyati dantrolensiz juda past. Har bir yirik tibbiy markazlarda, tug'ruqxonalarda, respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazlarida kamida bitta bemorga yetadigan dantrolen zaxirasi bo'lishi kerak deb hisoblayman. Va bu o'sha chet el shifoxonalarida mana shunday tashkillashtirilgan, kamida bitta bemorga yetadigan dantrolen zaxirasi bo'ladi. Bu kimnidir farzandi, kimnidir onasi, kimnidir yaqinini hayotini saqlab qolish uchun balki yagona chora bo'lishi mumkin. Xo'p, biz bu videolarni tayyorlashimizdan asosiy maqsad bu hech nima bermaydi, bu bir nosti kayfidagi kayf. O'zbek tilida kuzatib ko'rsam, YouTube'da kontentlar juda ham kam. Bu kontentlardan menga hech qanaqa moliyaviy manfaat yo'q, hech qanaqa nima deydi? Boshqa moliyaviy yoki boshqacha manfaat yo'q. Men shunchaki buni bizdan keyingilar, biz qatorlar, bizdan yoshroq bo'lgan shifokorlar uchun tibbiyotga qiziqadigan, tibbiyot
xodimi bo'lishga harakat qilayotganlar uchun bir foydali bo'lishi uchun tayyorlayapman. Va hech qanaqa moliyaviy manfaatlar yotmagan ushbu kontentlarimizni rivojlantirish uchun mening yagona motivatsiyam shu bo'ladiki, sizlarning layklaringiz, kommentariyalaringiz va kanalni faollashishi menga yagona motivatsiya bo'lishi mumkin bu ishlarni davom ettirishda. Izohlarda yozib qoldiringlar. Siz bunaqa holatlarga duch kelganmisiz? Yomon sifatli gipertermiyaga duch kelganmisiz? Bunda qanaqa chora ko'rilgan? Bemor taqdiri qanday bo'lgan? Va agar bu holatlarga duch kelgan bo'lsangiz, tajribangiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Barchangizda ilmingiz ziyoda bo'lsin. Shu jumladan bizni ham doimo hushyor bo'ling. Keyingi darslarda, keyingi suhbatlarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Qurbon hayiti ayyomi hammamizga muborak bo'lsin.